mana shunday xizmatni qilingizlar. Mana sizga, xo'sh G'olibjonga, mana shu yerga tashrif qilganga katta rahmat aytamiz. Buni o'zi bo'lmaydi jo'ra. Lekin mana shu mehnatni qilishimiz kerak. Hayot davom etaveradi, to'xtab qolmaydi. Kimdir qilish kerak. Har doim bo'lib kelgan qishlog'imiz, mana ko'rdilaringiz, mana qabristonlarga hamma joyda aralab yuribsizlar. Xo'sh, Shombuloqda aytdilaringiz, Dovulda aytyapsizlar, mana O'rta Charxda aytdilaringiz, mana kirishdilaringiz. Mana nasib bo'lsa bir shulardagi, uncha bo'lmasa ham shulardagi yetib boramiz. Mana bolalar taylayotibdi. Hammasi puldi. Musofirlarimiz yo'q, ha? Musofirlar. Mana shularga katta rahmat. Mana shu kesin yaxshigina ishlab kelib, uylar qilsin, to'ylar qilsin, mashinalar olsin, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. To'lka o'saveraylik, yo'qotish bo'lmasin. Aytganingiz. Hammalaringiz katta rahmat aytamiz yana xizmat qilayotgan yigitlarga. Sog' bo'lingiz, salomat bo'lingizlar. Rahmat e'tiborlaringiz. Hamma qilgan ehsonlarni mana Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Ana shunday. Ehson qila olmaganlar-ki mana yordam qiladigan bo'lsa, shu yordamdan ham Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat. Qishlog'imizga iloyim ko'z tegmasin, birligimizga har doim shunday bir yoqadan bosh chiqarib, ahil bo'lib yurish Alloh har doim nasib etsin. Rahmat. Mana Toshtemirning Qo'rg'on aka ham keldi xizmatga. Ilyosjon xizmat qilyapti. Men bilaman-da. Mana Toshka jiyan ham uydan choy damlab kelib, shu yerda stolaga xizmat qilib. Mana kadastr bo'lim boshlig'i yonboshlab o'tiribdi. Yo'q, men shu yerda. Yo'q, ham deyman. Mana boshliq. Xayri bu. Ey yashanglar ey. Bizi cherdakda tom. Yo'qin qara bu yoqqa. Xayr akan zami. Ana zam bizda zama ishlayapti, o'tirmaydi. Shodiyor akan ishlatyapti boshida turib. O'zing ham bitta satil olib tur. Ana endi yaxshi. Hozir o'tib turadi. Ha, mana hamma xizmat qilyapti. Uyg'onni satili bilan. Uyg'on satilda nima olib ketyapsan? Mana. Satilda nima bor? Musorlarni olib yuribdi. Musor kelyapti, musorlar. Ha, ana qarang. Ey yasha, qara. Ana.